Messi mazza qilib dam oladi, Ronaldo esa gazni bosadi. Tushunmadingsa? Hozir tushuntirib beraman. Agarda siz shu ikkalasini butun davrdagi eng yaxshi o'yinchilar deb biladigan bo'lsangiz, hoziroq bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Har rostdan ham Lionel Messini terma jamoalar o'yiniga chaqirishmadi yoki o'z kelmayman deb aytdi, kim biladi. Cristiano esa 40 yoshga to'lganiga qaramay, yana bir bor terma jamoaga qaytib keldi. Bu odam dam olish degan so'zni menimcha bilmasa kerak. Endi esa 21 va 24 martda Portugaliya Daniyaga qarshi Millatlar Ligasi chorak finalda o'ynaydi. Undan tashqari Ispaniya, Niderlandiya, Italiya, Germaniya, Xorvatiya, Fransiya qisqacha juda ham qiziq bo'ladi. Shu o'yinlarni to'liq ko'rgis kelsa yoki gollar videosini ko'rgis kelsa, hoziroq bizni shaxsan Millatlar Ligasiga ochilgan Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Aynan shu kanalda barcha o'yinlar translyatsiya qilinadi.